أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An'am suresi 3. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Rabbinin dergahiga yig'ilishning haq ekanligiga ishonadiganlarning Allah'ның buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yinib taqvodor kishilardan bo'lishi uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirganki, ular Allah'ның va'dalarining va ogohlantirishlarining rost ekanligiga ishonadi. O'zlariga Allohdan boshqa hech qanday madadkor yoki Allohning azobidan qutqizib qo'yadigan hech qanday shafoatchi yo'q ekanligini biladi. Ey Peygamber! Allah'ның roziligini izlab atiganda, oqshomda Rabbiga ibodat qilayotgan ojiz musulmonlarni majlisingdan qo'g'lab etmagin. Ashu yo'qsul musulmonlarning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Chunki ulardan hisob elish faqat Allohning ishidir. Shuningdek, sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Agar sen ularni majlisingdan qo'g'lab etsang, Allohning belgilamasidan chetnab ketganlardan bo'lib qolasan. Shuningdek, Allah bandalarining nasibilarini rizq va axloq jihatda farqli qilib, ba'zisini ba'zisi bilan sinadi. Ularning ba'zisini boy qilsa, ba'zisini yo'qsul qildi. Ba'zisini kuchli qilsa, ba'zisini ojiz qildi. Ba'zisini ba'zisiga muhtoj qildi. Bularning hammasi sinoqdir. Shuning bilan mol dunyosi ko'p bo'lgan kofirlar Alloh oramizdan islomga hidoyat qilib, ashu yalong to'shlarga in'om qilibdi-mu deyishdi. Allah shukr qiluvchilarni obdan bilib, ashularni islomga hidoyat qiladi emasmi? Ey Peygamber! Sening haq payg'ambar ekanligingni isbotlaydigan Qur'on oyatlariga va boshqa dalillarga iymon keltirgan kishilar burunqi gunohlariga tavba bor yo'qligi haqida sendan so'rab kelsa, ularning salimini ilib ularni izzatligin. Ularga Allohning keng rahmati bilan xush bishorat bergin va Alloh bandalariga o'z fazlidan rahmat ato qilishni o'z ustiga olganligini. Sizlardan kimki gunoh masiyatning yomon oqibatini va Allohning g'azabiga duchor qiladiganligini bilmasdan biror gunohni sodir qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va yaxshi amallarni izchil davomlashtirsa, Allohning uning gunohini kechiradiganligini aytqin. Chunki Alloh tavba qilgan bandalarining gunohini nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga bek mushaqqatlikdir degin. Ey Peygamber! Haqiqat o'ttirg'i chiqsin va payg'ambarning amriga osiylik qilgan gunohkorlarning yo'li aniq ayrilsin deb, haqiqatni inkor qiluvchilarga dalil paketlarimizni va oyatlarimizni ana shundoq ochiq bayon qilamiz. Ey Peygamber! Ashu mushriklarga aytqinki, men haqiqatan sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarga cho'qinishdan man'i qildim. Ularga yana aytqinki, men sizlarning nafsi xohishlaringlarga ergashmayman. Agar men sizlarning nafsi xohishinglarga ergashsam, albatta to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. Ey Peygamber! Ashu mushriklarga aytqinki, men Rabbim tarafidan menga vahiy qilingan ro'shan shariatga asoslanaman. U bo'lsa-mu ibodatni Allohning o'ziga qilishdir. Holbuki sizlar u shariatni inkor qildinglar. Sizlar tez kelishini talab qilayotgan azobni tushirishga mening qudratim yetmaydi. Bu azobning kechiktirilganligi haqidagi hukm faqat Allohga xosdir. Alloh haqiqatni ochiq bayon qiladi. Alloh o'z hukmi orqali haq bilan botilning o'ttirsini ayiruvchilarning eng yaxshisidir. Ey Peygamber! Aytqinki, sizlar tez kelishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u azobni albatta tushirgan bo'latdim va men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim bir taraf qilinib bo'lgan bo'ladi. Lekin azob tushirish Allohning ilkididir. U haddidan eshib, Allohga maxluqotni sherik keltirish orqali o'ziga zulm qiluvchilarni obdan biladi. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqat Alloh biladi. Qiyomatning qachon bo'ladiganligi, yomg'irning qachon yog'adiganligi, baliyat qo'ladagi buvoqlarning qandoq ekanligi, kelajakda nima bo'ladiganligi va insonning nada o'ladiganligi qatorliq ishlarning hammasi g'aybning jumlasidan bo'lib, ularni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh yana quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini biladi. Uning ilmi sirtida biratal yaproqmi to'kilmaydi. Mayli qorong'u yer ostidagi biratal urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi lavhul mahfuzda aniq va tafsili yozilgandir. Alloh kechasi sizlarning jininglarni o'lgan chig'inglarda olgandek ep turadigan, kunduzda qilgan ishinglarni bilib turadigan, Ondan ajringlar to'shqichi yoshinglar uchun
o'lgandan keyin tirildirgandek kunduzda sizlarni uyqudan uyg'otish orqali jininglarni badaninglarga qaytaradigan zotdir. Ondan qiyomat kuni sizlar tirilib, qabranglardan chiqarilgandan keyin sizlarning qaytadigan joyinglar Allohning dargohidir. Ondan Alloh sizlarning dunyo hayotida qilgan amallaringlardan sizlarga xabar beradi. Ondan shu amalinglarga qarab sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Alloh bandalarining ustidan tizginlab turguchidir. Bu Allohning ulug'ligiga loyiq ravishdagi ustunlik bo'lib, Alloh hamma jihatdan ustundir. Hamma narsa uning ulug'ligiga va kattaligiga bo'ysunguchidir. Alloh bandalariga ularning amallarini kuzatadigan va xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Nihoyat bandalarning biriga o'lim kelganda, o'lim farishtasi va uning yordamchilari uning jinini oladi. Ular buyruqni ijro qilishda qilchi beparvolik qilmaydi. Ondan ashu jini ilingan insonlarning hammasi o'zining haqiqiy egisi bo'lgan Allohning dargohiga qaytariladi. Bilinglarki, qiyomat kuni bandalarning orasida hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Alloh eng tez hisob olguchidir. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, quruqlikning va dengizning zulmatlaridagi andishalardan sizlarni kim qutqizadi? Sizlarning beshinglarga balo kelgan chaqda sizlar intoyin tuvanchilik bilan oshkora va yushurin holda iltijo qiladigan zot Alloh emasmi? Beshinglarga balo kelganda sizlar agar Alloh bizni bu balodan qutqizsa, albatta biz ibodatni Allohning o'ziga qilib, uningga shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb Allohga yolvorib, tuvanchilik bilan duo qilasizlar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlarni ashu zulmatlardan va barliq g'am qayg'ulardan Alloh qutqizadi. Ondan sizlar uningga ibodat qilishda yana boshqalarni sherik keltirasizlar. Ey payg'ambar, aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan to'pon balosiga o'xshash bir azobni avatishga yoki oyg'inglar ostidan yer tavrash va yerga yutqizib etish degandek bir azobni avatishga yoki sizlarning birlikinglarni pochlab bir-biringlarni o'ldiradigan firqalarga ayirib etishga albatta qodirdir. Ey payg'ambar, sen ashu mushriklarni tushunsin deb oyatlarimizni va dalil paketlarimizni qandoq tafsili bayon qilayotganligimizga qaragin. Ey payg'ambar, Qur'on butunlay haq kitob turuqliq, sening qavming ichidagi kofirlar uni inkor qildi. Ularga aytqinki, men sizlarga homiy emas, men faqat Allohning elchisiman. Mening mas'uliyatim Allohdan menga kelgan vahyini sizlarga yetkazishdir. Alloh tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning amalga oshadigan va tugaydigan vaqti bor. Haqiqat botildan ayrildi. Ey kofirlar, sizlar ogohlantirilgan azob tushgan chaqda ishinglarning oqibatini bilib qolasizlar. Ey payg'ambar, Qur'on oyatlari haqida qalaymaqan gaplarni qilayotgan va uni masxara qilayotgan mushriklarni ko'rganingda, ular buningdan boshqa gapga yetkalmaguncha ulardan yiroqlashqin. Agar bu ishni shayton sana unuttirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin bundoq o'zga zulm qiluvchi qavm bilan billa o'ltirmag'in. Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yiroq turadigan taqvodor mu'minlarga Allohning oyatlarini masxara qiladigan kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin mu'minlar ularning bundoq qilmishdan saqlanishi uchun ularga vaz-nasihat qilishi kerak. Ey payg'ambar, Allohning oyatlarini masxara qilib, dinni o'yin tomosha o'rnida qilib olgan va dunyo tirikchiligiga oldinib ketgan ashu mushriklarni qo'yib turg'in. Har qanday odamning o'z qilmishi sabablik halok bo'lishdan saqlanishi uchun ularga va boshqa kofirlarga Qur'on bilan vaz-nasihat qilgin. Gunohkor odamni Allohning azobidan qutuldirib qo'yadigan hech qanday madadkor yo'q. Uningga Allohning dargohida shafaat qiladigan biror shafaatchimi yo'q. U gunohkor odam har qanday fidya basimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ladiganlardir. Ular Alloh taoloni, uning payg'ambari Muhammad alayhisalomni va islom dinini inkor qilganligi uchun ularga oxiratda qaynab turgan sharob va qattiq azob bor. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, biz Allohni qo'yib bizga foyda yetkazolmaydigan, ziyondan to'siyolmaydigan narsalarga cho'qinamdiq. Alloh bizni islomga hidoyat qilgandan keyin biz burunqi kufrlikqa qaytamdiq. Agar biz shundoq qiladigan bo'lsak, shaytonlar ozdirib bir cho'lga boshlab borgan, cho'lda tengirqab qolgan mu'min do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirib-olsa-mu, qabul qilmagan, shuning bilan halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki,
Allah manga ato qilgan hidoyatli haqiqiy hidoyatdir. Biz hammamiz olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga itoat qilishga, uning o'ziga ibodat qilishga buyurildik. Allah hammaning egisidir. Biz yana namozni mukammal ado qilishga, Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yiroq turib, uningga taqvodorlik qilishga buyurildik. Ana shu Allah qiyomat kuni barcha xaloyiq dargohiga to'planadigan zotdir. Allah osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratgan zotdir. Ey payg'ambar, qiyomat kunini aslaginki, Allah qandoqli bir ishqa bo'l desa, u ish ko'zni yumib ochquchilik yoki uningdan oz vaqt ichida borliqqa keladi. Allahning so'zi haqiqatning o'zidir. Sur chilingan kundagi podshohlik Allohga xosdir. Sur chilishga mas'ul farishta ikkinchi qitim sur chog'anda barliq o'liklar tiriladi. Ey insonlar, Allah sizlar bilmaydigan va sizlar ko'rib turayotgan narsalarning hammasini bilib turg'uchidir. Allah hamma ishni hikmat bilan qiladigan, bandalarining butun ahvolini bilib turadigan zotdir. Allah yuqoridagi ishlarning hammasini qilishga qodir bo'lgan yegona ilohdir. Bandalarning uningga shartsiz bo'ysunishi va uning amriga itoat qilishi, uning hukmiga rozilik bildirishi, uning roziligiga va mag'firatiga erishishi uchun tirishchanlik ko'rsatishi zarurdir.